Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xorazm Invest Holding mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan Urganch City'da yana bir obyektimiz qurilib turibdi. Bu obyektimiz xususiy maktab bo'ladi. Xudo xolasa Urganch City'da bilasizlar hamma sharoitlarga ega maktablar, bog'chalar, texnopark, IT park, gazonlar, ko'ngilochar joylari, klinikalar, poliklinikalar hamma narsa qurish rejalashtirilgan. Shu yerdagi maktablarning yana birisi bu bizning jamiyatimizga tegishli xususiy maktab bo'ladi. Xudo xolasa xususiy maktabning podval qismlari tamom bo'ldi. Birinchi qavatini ishlarini olib boribmiz. Xudo xolasa Urganch City'da ajoyib bir chiroyli xususiy maktab qad ko'taradi. Xudo xolasa shu yerdan xonadon olganlar o'z farzandlarini hamma sharoit yaratilgan maktablarda o'qitish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Demak, maktabni qurilish jarayonlarini bizning YouTube kanalimizda kuzatib boring. Bizlarga obuna bo'lsin, like bosin, kommentariyalarda savollaringiz bo'lsa qoldiringlar.